Dum 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 dararam dum dum dararam dum dum dararararam dum dum dararam dum dum dararam dararam dararay. Mana bugun zamon o'zgardimi? Ayting do'stlarim, ko'nglimni o'rtaydi bugun ko'rgan holatim. Qani o'g'lonlarda mardlik, qani urur va or, ajdodlardan qolgan edi-ku bu ulug' diyor. Ba'zilar o'zligini unutib yashayapti, bugun qalbim yig'lar yoshlarimni o'ylab har bir tun. Qarang, qizlarimiz ham ekranlardan ayrilmas, bir zum bo'lsa ham telefon qo'ldan tushmas. Oson boylik izlab ketganlar ham uchraydi, ota-onaning obro'sini unutib qo'yaydi. Axir dunyo o'tkinchidir, shuhrat ham qolmas, o'rnomus ketgan joyda haqiqiy baxt bo'lmas. TikTok degan olam keldi, ma bugun yoshlarni o'ziga g'arq qilmoqda, ammo me'yoridan oshsa Yurakka yuk bo'lur. Qancha oilalar sinar birgina e'tiborsizlikdan, qancha ko'ngillar og'rir behuda mashhurlikdan. Keling, yoshlarimizga sabr va hayo o'rgataylik, yaxshi yo'l ko'rsatib qo'lidan mahkam tutaylik. TikTok keldi, yoshlarimiz oilasidan voz kechmoqda, TikTokdagi hayotim deb oson deb o'ylamoqda. qani bugun erkaklarda urur va matonat, Qani mardlik, qani yigitlarga xos jasorat. Erkak degan nom ulug', uni asrash kerak, oilaga suyanch bo'lib bosh bo'lish kerak. Ajdodlarning ruhi bizdan shuni kutadi, vijdonli avlodgina elni yuksaltiradi. Qizlarimiz iqboli bo'lsin, oli bo'lsin, hayosi bilan el ichida hurmat topsin. Onalar nasihati yuraklarda joy bo'lsin, har bir qizning qalbida poklik nur bo'lsin. go'zallik surat emas, odob bilan bezanar. Haqiqiy baxt hayo bilan qalblarda yashar. Bugun ba'zi uylar mehrga tashna bo'lib qoldi, hurmat kamaygan joyda baxtdan uzoqlashdi. Erini qadrlagan ayol uyini jannat qilar, Bir yaxshi so'z bilan ming dardni yengib bo'lar. sabrdan boshlanar oilaning mustahkamligi. Mehr bilan yashashdir insonning boyligi. O'g'lonlarim, halol yo'ldan hech qachon chekinmang, Bir kunlik havas uchun nomingizni bukmang. Otangizning duosi sizga qanot bo'ladi, onangizning ko'z yoshi yurakni ezib qo'yadi. mard bo'ling, g'urur bilan yashang har zamon. Shunda sizni ulug'laydi butun el u makon. Keling endi ortga qaytaylik qadriyatlarga, Mehr qaytsin oilaga, hurmat qaytsin qalblarga. telefon ortidagi dunyo abadiy emas, Bugungi mashhurlik ham bir kun kelib qolmas. ammo ota duosi, ona mehri boqiydir. Shu ne'matni qadrlash har Insonning baxtidir. yoshlarimga aytar so'zim, Sabrni asrang, or nomusni qalbingizda. doim saqlang. Yigitlar g'ururli bo'lsin, Qizlar ibola oilalar bo'lsin yana baxtiyor. va shodmonli. Bir-birimizni hurmat qilib yashaylik, Ezgulik urug'ini yuraklarga sochaylik. mana bugun zamon o'zgargan bo'lsa ham, Qadriyatlar yashar ekan, qalbimizda hamon. qizlarimiz orli bo'lsin, O'g'lonlar mard bo'lsin, har bir xonadonda. muhabbat barqaror bo'lsin. Keling do'stlar, Yoshlarni ezgulikka chorlaylik, gurur, hayo va sabr bilan kelajakni quraylik. ma TikTok keldi, Hayotim kim kimligini ko'rsatmoqda, TikTok bor ekan, yoshlarimiz oilasidan. voz kechaveradi. Mana bugun u borimiz ham. TikTok kirib og'ammakam desalar, kechayu kunduzi Halol ishlagan, pularini TikTokdagi og'am desalar yo'q qilmoqda. qani endi foyda Topamizmi TikTokdan, kim mana o'rganayapti.